Kiyinishda, yurish-turishda, hatto hayotda ham bir xillikni judayam yomon ko'raman. Shuning uchun uylarimni tez-tez o'zgartirib turishga, mebellarni joylarini har joyga almashtirib turishga judayam yaxshi ko'raman. Ra'noxonni xonasidagi mana bu televizor umuman kerak emas, chunki endi Ra'noxonni faqat o'qishga harakat qilayotganimiz uchun bunaqa televizorlar uni xonasiga umuman kerak emas degan qarorga keldik. Keldim desam ham bo'laveradi. O'zim qaror chiqarib, o'zim qonun chiqaraman bu uyda. Xullas, televizorni joyini almashtirib, ya'ni spalniya xonaga o'tkazib qo'yishim kerak. Televizor judayam og'ir ekan. Ishonasizlarmi, ko'taraman deb belim chiqib ketishiga sal qoldi, lekin men qishloq qiziman, avlod qiziman. Qo'limdan kelmaydigan hech narsani o'ziyoq hamma ishni eplayman. Bismilloh dedim, doni ko'tarib bitta yerga olib qo'ydim. Endi tagidagi stenkani ham olib qo'yishim kerak. Judayam og'ir deb o'yladim, lekin baxtimga bemalol sursa bo'ladigan stenka ekan. Shuning uchun bitta-bitta oynaklarini olib qo'yib, keyin surishni boshladim. Ko'rib turibsizlar, qiyin emas ekan. Bemalol olib surib, narigi spalniya xonaga o'tkazib qo'yishim kerak. Hech ham qiynalganim yo'q, faqat televizorgina ozgina og'irlik qildi, lekin uni tagi dahshat, yo'q narsani o'zi yo'q. Hamma yo'qotgan o'yinchog'imiz shuni tagidan chiqdi. Hay, buni bu yoqda bir tarafga olib qo'yaylik. Hozirgi birinchi masalamiz televizor va stenkasini tagidagini spalniya xonaga o'tkazib olishimiz kerak. Musorlarni bo'lsa keyin joy-joyiga olib yig'ishtirib tozalab qo'yaman. Birinchi o'zimizning spalniya xonamizga narsalarni o'tkazib qo'yish. Stenkani o'tkazdim, hech ham qiynalganim yo'q. Ko'rib turibsizlar, endi changlarini bittama-bitta artishni boshladim. Judayam to'g'risini aytsam, bugun bir nimalarni o'zgartirgim keldi. Uyimdagi mebellar joyini ham. Baribir ayolning kayfiyati boshqacha bo'ladi. Men biror narsani o'zgartirsam, uyimga chiroyli biror narsalar qilsam, kayfiyatim ko'tariladi. Shuning uchun ham tez-tez shunaqa ishlarni qilib turaman. Hech qachon qiladigan ishimdan erinmaganman. Ko'rib turganingizdek, xuddi Bruce Lee'dek televizorni ko'tarib ham keldim. Umuman xuddi og'iramasdek tuyuladi, lekin belim chiqishiga salgina qoldi. Ko'tarib mana kelib joy-joyiga qo'ydim. Bu televizor ham armisoqdan qolib ketan, bir kun buzilib qoladi degan umiddaman. Chunki buzilsa yana yangisini olamiz. Gitaramiz ham bor. Ko'rsatib qo'ying gitaramizni. Turmush o'rtog'im yoshligida qo'shiqchi bo'lgan. Gitarada juda ham zo'r ashula aytadi. Maqtab qo'ying. Endi bu tarafga voy dod, Ra'noxonni hamma yo'qolgan o'yinchoqlari shu yerda ekan. Shuning uchun ishlatiladiganini bu tarafga, ishlatilmaydiganlarni musorga anyong deb tashlashni boshladim. Juda ham ishonasizlarmi? Bu yerni tozalab bilmayman deb o'ylagandim. Kuchim qolmadi. Bitta kofeni ichib keldim.